Alqısa Çambildin yerdə Qorovlu doğru-doğrandı sürüb yatqan paylarında. Avaz qırab Çambilga kelgan edi. Çambilda lekin Qorovluning qo'lida maktabga borib ta'lim olar edi. Kapkata jigit to'p qolgan edi. Ana shunda bir kuni bir jigit turib aytdi. Mana Ovozxonon safimizga qo'shildi. Endi jigitlar dedi birga bo'lib, bir o'tirib moyxo'rlik qilsak. Moyxo'rlik qilganimizda ham kim dedi moyxo'rlikdan yengilsa dedi. Şunun bo'yniga dedi ovga borib kelishdi buyurib tursak. Ya bir qatlı jazoni bersak. Buna dedi avazdan tushadi. Jigitlarning bari o'rganib qolgan deb qirjigit maslahatli qilib. Shunda Qorovning oldiga kelib, sultonim endi birga bo'lib moyxo'rlik qilsak degandan keyin alqisa qirjigit bilan Qorovli moyxonaga kirib degan moyxo'rlikni qilib turaverdi. Bularning ichida yoshi Ovozxon edi. Lekin kun sahar bo'laverganda Ovozxon shunday mos bo'lib bir tomonga yig'ildi. Ana endi Qorovli sulton o'ylanib Ovozxonni o'ylab ko'rgan jo'q edi. Endi bunga qanday jazo bersak ekan deb turib edi. Shunda jigitlar turib aytdi, sultonim Ovozxon yosh yigit bo'lsa, otning beliga mindirsak, havdakning ko'liga jo'natsak, 14 qator g'ozni otib kelib, jigitlar birga o'tirib, ko'ngilni qushlab, lekin qayta boshdan moyxo'rlik qilsak deb edi. Shunda Qorovliga ham bu ma'qul keldi. Oson savolni berdi deb. Soqi dedi, ha dedi. Endi dalg'iratni egallab keltir dedi. Soqi chapqilab borib tavladan gratni italab olib keldi. Lekin Ovozxon ham o'ziga kelib qolgan ekan. Shunda bolasiga qarab, "Ey Ovoz bolam, senga endi shart shu bo'ldi. Jigitlarning ichida yoshi sensan. G'irotning beliga minsan. Bana havdakning ko'lib bir maydonda borasan. 14 qator g'ozni otib kelsin deb farmonni berayotgan bo'ldik. Borib otib kelganimdan keyin, undan keyin dedi. Jigitlar bilan yana dedi moyxo'rlik qilsak dedi. Ana bu Ovozga ma'qul bo'lib G'irotning beliga mindi. Lekin Ovozxonni bir xil Chambildda ko'rganlar bor edi, bir xil ko'rmaganlar bor edi. Lekin Ovozxon otni minib ketayotir. Odamlar yo'lga chiqib, Ovozxon o'tadimish mana ko'chadan, ana ko'chadan deb hamma tomoshaga chiqayotir. Ana shu Ovozxon yosh yigit G'irotni haydab Chambilddan chiqib ketgan joyi ekan. Oylar pana-panadı, halde bilgen donadı, balaga ta'lim bergen otamınan yenedi, otun haydab begavay, Chambil belden yönedi, tulpar oynab boradı, soğuluk çaynab boradı, xomchi tiymay sog'ana. Badaniga qarasa, kitap qo'yg'ich takchaday,
bedeniga qarasa kitap qo'yg'ich takchaday, qoriniga qarasa qirquloqli qozonday, sakkizoda shovullaydi. Mulla aytgan ozonday qorong'irat yunadi, buni omonat yunadi, buni ustida begravaz qorong'da mard boradi. Ay mıyığa qarasa 45 uylar tekkiday, soğrusun sıpasıya amdayranın mızıday, dirke oynaydı çayladan qaytqan qo'ziday, badanida terlari savirdin jalasıday. Ay o'mganiga qarasan Xitoyning qalasiday qorong'irat yunadi, bulg'omonat yunadi. Ay o'ng qo'lning soqasiday, qizlarning yelkasiday, to'da mang'irab tashlaydi. Mol qo'rning takasiday. Havda ko'lga borsam deb, havda ko'lga borsam deb, bek otam xizmatida yana qiyin bo'lsam deb, otajonim aytganin har doim ay qilsam deb, qobatida yaranma davran sursam deb. Ay qorang avval jo'nadi, qorangda mard jo'nadi, xudo kimga beradi, abri berdi boradi. Ay hayyara xonqiroqli bolasi, yetar ko'kkan olasi, otqanani haydadi qorang sulton bolasi. Tulpar o'ynab boradi, qiliqsaydi sag'ana, qorang taylab boradi, necha bellardan oshib taylab boradi, havda ko'lin yaranay, qorang izlab boradi. Ay baland tog'ning pastidan jon qutulmas yaranlar, Azrailning dastidan haydab bordi otini.